Assalomu alaykum, qadrdon muxlis. Omonmisiz? Sizlarni Oynai Jahon orqali ko'rib turganimdan bag'oyatda xursandman, shodman. Azizlar, kanalda yangi bo'lsalaringiz iltimos obuna bo'lib, videolarni oxirigacha ko'rib, bittadan like bosib, o'z yaqinlaringizga yuborishda bardavom bo'ling. Biz bilan birga bo'ling. Bizni kuzatishda davom eting. Men sizlarga navbatdagi xushxabar yangilikni taqdim etaman. Gazeta.uz xabar berishicha, O'zbekistonda ish haqi va pensiyalar kamida 2028-yilgacha inflyatsiyadan tezroq o'sadi. Kamida 2028-yilgacha O'zbekistonda byudjet tashkilotlari xodimlarining ish haqi, pensiyalar, stipendiyalar va nafaqalar miqdorlari yillik inflyatsiya darajasidan yuqori miqdorlarda oshib boriladi. Shu bilan birga, keyingi 3 yilda pensiya jamg'armasiga ajratiladigan transfertlar qisqartirilishi rejalashtirilgan. O'zbekistonda byudjet tashkilotlari xodimlarining ish haqi, pensiyalar, stipendiyalar va nafaqalari miqdorlari yillik inflyatsiyadan darajasidan yuqori miqdorlarda oshirib boriladi. Bu haqda Iqtisodiyot va Moliya vazirligi tomonidan 2026-2028 yillar uchun taqdim etilgan byudjetnomada aytiladi. Hujjatda aniqlik kiritilishicha, bunda aholi turmush darajasini oshirish, fuqarolarning real daromadlari o'sishini ta'minlash va ularning ijtimoiy muhofazasini kuchaytirishga qaratilgan. 2026-yilda ish haqi va ijtimoiy soliq xarajatlari uchun 172,8 trillion so'm yoki 2025-yilga tasdiqlangan rejaga nisbatan 18,5 trillion so'mga ko'p mablag' ajratilishi ko'zda tutilgan. Ijtimoiy tasnif bo'yicha davlat byudjeti xarajatlarining asosiy qismini ish haqi va ijtimoiy soliq xarajatlari tashkil etib, ushbu xarajatlar jami davlat byudjeti xarajatlarining 2026-yilda 42,9% ni tashkil etishi yoki YAIMga nisbatan 8,7% ni tashkil etishi prognoz qilinmoqda. Bu yil ushbu xarajatlari jami davlat byudjeti xarajatlarining 44,8% ni yoki YAIMga nisbatan 9,5% ni tashkil etishi prognoz qilingandi. Ayni vaqtda pensiya jamg'armasiga respublika byudjetidan ajratiladigan transfertlar hajmini qisqartirish rejalashtirilmoqda. Shu bilan birga, davlat pensiya ta'minoti tizimini isloh qilish orqali pensiya jamg'armasiga respublika byudjetidan ajratiladigan transfertlarning ushbu sur'atini kamaytirish maqsad qilingan, deyiladi strategiyada. Mana azizlar, sizlarga iltmoqchi bo'lgan xabarim shundan iborat edi. Sog' bo'lingizlar, salomat bo'lingizlar. Xayrlashmaymiz, keyingi efirgacha deymiz. O'zlaringizni ehtiyot qilingizlar.